Hammaga salom, sizlar bilan Shahur To'la. Bugungi videomizda Xudo xohlasa iPhone 16 telefonimizni olib keldik, gaming testlar qildik, aynan bootcamplarga sakrab ko'rdik, TDMlar o'ynab ko'rdik. O'zi zalyotlari qanaqa, FPS qanaqa bera oladi, to'liq mana shu narsani sizlarga test qilib berganmiz va imенно o'zidan, ya'ni iPhone 16 $600 dan arzonroq bo'lgan 120 FPS li iPhone'lar bilan ham xudo xohlasa solishtirib ko'rdik. O'zi raqobat qilib bera oladimi yoki lutchi o'sha arzonroq iPhone'larni sotib qo'ygan yaxshimi? To'liq mana shu narsalarni tushunib o'rganib olsanglar bo'ladi. Va обязательно prilarimizga chiroyli qilib yasab berayotgan Timurga rahmat aytib ketamiz. Kanalni ekranida va opисаниеda обязательно qoldiraman. Sizlarga ham endi misol uchun previewlar yoki bo'lmasam dizaynerskiy ishlab kerak bo'ladigan bo'lsa, arzon narxlarda meni nomimdan borsanglar, skidkalarda chiroyli qilib yasatib olsanglar bo'ladi. Keyin to'xtab turinglar, mujik. Haligacha baribir ham kanalimga obuna bo'linglar degan bo'lsam ham obuna bo'lmaganlar bor ekan. O'shanga bro, просто shunday obuna bo'lib qo'ying, и все. Videomizga like bosib keting, sizdan nima ketadi? Jalqa bo'lsa aytib keting, bo'ldi, и все. Obuna bo'ldingizmi? Mujik ekansiz. Endi bitta ham like bosasizlar, xohlasa mendan shunaqa chiroyli kontentlar, foydali kontentlar, sizlardan mana shunaqa поддержка kerak, и все, boshqa narsa so'ramayman. Mana endi videomizni boshlasak bo'ladi. Kella birinchi bo'lib doimgidek telefonimizning xarakteristikasi bilan tanishib chiqamiz. Telefonimizning displeyi OLED 6.1 dyum. Mening qo'limga bemalol sig'ib ketdi va ekranimiz 60 Hz ni поддержка qiladi. Va prosessorimizga Ion 8 chipi joylashtirilgan va PUBG Mobile'da bu telefonimiz to'liq 60 FPS ni ochib beradi. Telefonimizning batareya sig'imi 3561 mAh. Bemalol PUBG Mobile'da 3 soatdan 4 soatgacha o'ynasanglar bo'ladi. Agarda kundalik hayot uchun sotib olayotgan bo'lsanglar ham bir kun davomida bemalol bu telefonimizning zaryadkasini yetkazib ishlatsanglar bo'ladi. Ma'lumotlarga qaraganda bu telefonimiz aynan o'yinlarda 5 soat 56 minutgacha bemalol batareyasi yetib bergan ekan. Lekin lichni o'zim test qilib ko'rganimda bu telefonimiz 5 soatgacha bormadi. 4 soatdan ozgina oshiqroq vaqtgacha yetib berdi. Lekin menimcha bu ko'rsatkichni o'zi ham juda ham zo'r. Bu degani telefonimizda klassik turnirlarga qatnashmoqchi bo'lsanglar, ikkita sessiyaga ham bemalol ulgurib zaryadkasini yetkazsanglar bo'ladi. Albatta, pererivlarda ozgina zaryadkasini to'ldirib olasizlar. Yoki o'rtog'inglar bilan, yaqininglar bilan shunchaki public o'ynayman desanglar ham, menimcha 4 soat davomida o'ynasanglar o'zi PUBGdan ham zerikib ham ketasizlar, chiqib ham ketasizlar. Ungacha ham zaryadkanglar ham tugab beradi. Bu telefonda atayin 1:1 ham, 4:4 ham va bootcamplar ham o'ynab ko'rdim. TDMda aynan 1:1da qotishlar umuman yo'q. Va aynan TDMda o'qlarni regiz qilishi va personaj aytganinglarni qilib berishi anchagina meni qoniqtirdi. Atayin bu telefonimizda test qilishdan oldin 90 FPS ni o'chirib qo'ydim. Ya'ni lichni o'zim bu telefonda sun'iy ravishda FPS ni ko'targandim. Aynan 90 FPS ga. Keyin bizga bu telefonimizda o'zini sof kuchi kerak va mana shu narsa uchun ham o'chirib qo'ydim. Agar sizlarga ham mana shunaqa FPS oshirish yoki bo'lmasam ayimlarni qilib berish kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimda arzon narxlarga sotib olsanglar bo'ladi. Lichni o'zim hammaga qilib beraman va ishlashiga garantiya ham beraman. Va bu telefonimizda maksimum grafikaga qo'ysanglar ham 60 FPS ni bemalol поддержка qilib beradi. Aynan content makerlar bo'ladigan bo'lsa, TDMdagi yoki klassika vaziyatdagi zo'r vaziyatlarni syomkalar qilib olib, bemalol YouTube, TikTok yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga kontent qilsanglar ham bo'ladi. Telefonimizni juda ham qizdiravermasanglar, bemalol maksimum grafikaga qo'yasizlarmi, zapis bilan o'ynaysizlarmi, telefonimiz qotmaydi. Telefonimizda bezkullar o'ynasanglar, qizib ketish darajasi juda ham tez emas, lekin sekin emas, o'rtacha. Конечно, bu telefonimizni bootcampda test qilib ko'rmasak bo'lmaydi, chunki bootcamp eng ko'p odam sakraladigan va protsessorning kuchini ancha munchoq qo'yadigan joy. O'yinni boshlanguncha va samolyotda как обычно umuman qotishlar yo'q. Telefonimizda 3-4 ta TDM match o'ynab chiqqanimizdan keyin harorati o'rtacha ko'tarildi. Va lekin hozircha bootcampda bu narsa qotishlariga sabab bo'layotgani yo'q. Aynan sakrayotgan paytimiz. Va eng muhim momentlardan bittasi, ya'ni telefonimiz o'rtacha qizigan bo'lsa ham, aynan parashyut ochilib bironta spotga tushayotganingizda ancha muncha telefon qotib qoladi. Lekin iPhone 16 telefonimizda bu narsa kuzatilgani yo'q. Va hozircha FPS tashlavorgani ham yo'q. O'yinni plavnligiga o'zingizlar e'tibor bersanglar bo'ladi. Endi eng qiziqarli moment, ya'ni telefonimiz fight momentlarida o'zini qanaqa tutib beradi. O'zingizlar ko'rdinglar, telefonimiz fight momentda o'zini yo'qotib qo'ygani yo'q. FPS ham tashlavormadi va o'zini ancha-muncha aqlli tutib berdi. Lekin o'rtog'imning qo'li boshqa joydan o'sib chiqqanini hisobga oladigan bo'lsak, bu vaziyat normal holat. Ana bitta gap bor edi-yu. Lekin baribir ham yana bir marta test qilib ko'ramiz, chunki telefonimizda bootcampda o'zini qanaqa tutib berishini to'liqroq tushunishimiz kerak.
promise, I swear. Yeah, bitch. Yo. Uchi o'zim o'ynasam bo'lar ekan. Endi chusительница menga umuman to'g'ri kelmaganiga, to'g'risi to'g'rilib o'tirgim kelmadi. O'zing o'ynab qo'ya qol debman. Mayli, bola paqirga oxirgi shansini beramiz. 0-ga umumiy fikrim to'g'risi telefonimiz normal darajada qizib ketgan bo'lsa ham, bootcampda o'zini ancha-muncha yaxshi tutib beryapti. FPS tashlavergani yo'q va telefonimiz anchagina plavniy ishlab beryapti. O'zi bu telefonimizni 120 FPS ga qarshi solishtirib ko'rmoqchi edim, chunki bundan arzonroq 120 FPS li iPhone modellari bor bilasizlar. 0-ga bu narsadan ma'no yo'qdi, chunki iPhone 16 telefonimizni o'zini shaxsiy obzor qilayotgandik va boshqa telefonlarni aralashtirish ma'nosiz tuyuldi menga. Bu telefonimizni sotib olyapsizlarmi? Bemalol TDM ham o'ynasanglar bo'ladi, klassika ham o'ynasanglar bo'ladi. Birinchidan batareyasi ham ancha yaxshi va o'zingizlar ko'rib turganingizdek, odam eng ko'p tushadigan joy, ya'ni bootcamplarda ham, TDMda ham o'zini anchagina zo'r ushlab beryapti. FPS tashlaverayotgani yo'q, eng muhim narsalardan bittasi. Va bizda va nihoyat bola paqirdan hachapa bir dona bo'lsa ham kill bo'ldi, aynan pichoqda. Xo'p, 16 bo'yicha ham nima deya olaman? Imminni kibersportga emas, 0-ga imminni o'rtog'inglar bilan, yaqininglar bilan vaqt o'tkazganda TDM o'ynaysizlarmi, klassik o'ynaysizlarmi? Juda ham kompaktni va juda ham zo'r telefon. Agar sotib qo'ygan bo'lsanglar, bemalol TDM ham o'ynasanglar bo'ladi, klassik ham o'ynasanglar bo'ladi. Qotmaydi, salyuti ham yaxshi, FPS ham yaxshigina beradi. 0-ga kibersportga bu narsa unaqa yetmaydi. Chunki baribir ham kibersportda 120 FPS katta narsani hal qiladi. Shuning uchun agarda sizlarga imminni kibersport uchun tanlamoqchimisizlar, o'shandan arzonroq bo'lsa ham 13 Pro Maxmi, 14 Promi, mana shundan boshlaylik. Imminni ham o'pit olasizlar, ham bironta stakka kirib olgungacha ham o'zingizlarni yaxshigina ko'rsatsanglar bo'ladi. Va bironta kattaroq staklarga qo'shilganingizdan keyin o'sha telefoningizlarni yangilab olsanglar bo'ladi. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz ham oxiriga yetdik. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Обязательно kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va videomizga ham обязательно like bosib ketinglar. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda ham shunaqa obzorlar qilib gaplashib o'tirish nasib qilsin. Hammaga rahmat.